To'p surayotgan futbolchilarning barchasi bir-birlari bilan deyarli 10 tur harakat qildi. Endi o'zgarishlar bor, kichik, bitta yoki ikkita. Zarba va hisob ochilishi mumkin edi. Mana golga ham yaqin keldi. 20-daqiqaga kelib birinchi xavfli zarba. Aziz To'xtaboyevni ham hayajonga soldi. Avazxon Mamatxo'jayev. Mana zarbaga e'tibor bering. Ish. Biroz shoshib ham qoldi himoyachilar. Hasanov yuqoridan zarba, gol! Qadrli futbol ishqibozlari uchrashuvda hisob ochildi 0-1. O'zbekiston Liga Kubogi guruh bosqich birinchi tur Paxtakor Qo'qon 1912 0-1. Uchrashuvda mehmonlar hisobda oldinga chiqib oldi. Raqib darvozasiga Marko Milic gol uryapti. Hamkasblaridan qutlovlarni qabul qilib olyapti. Baland sakradi bo'ydor futbolchi. Darvozabonning xatosi bor endi baribir. Gol o'tkazib yuborganda darvozabonning xato bo'ladi. Qanchalik ekanligini ko'rib olamiz. Yaxshi hujum tashkil etildi. Muhammadanas Hasanov yuqoridan ko'tardi. Bu to'g'ridan to'g'ri o'sha darvoza tomon berilgan, bosh bilan berilgan kuchli zarba emas. Milic hozir darvozabonni turgan nuqtasini ham hisobga oldi va yuqoridan to'pni ko'tardi. Biroz oldinlab ketgan darvozabon to'pga ulgurmadi. 0-1. Yaxshi hujum. Marat Bekmayev o'yindan tashqari holatda emas deb baholadi hakam. Zarba berdi, darvozabon qutqardi. Sarvar Karimov hozir yaxshi vaziyatda, murakkab vaziyatda yaxshi harakat qilganligini aytib o'tmoqchi edim. Marat Bekmayev, Jasur Muxtorov. Endi bu suhbat doim mana bunday bahsli holatlardan keyin yuzaga keladi. Marat yaxshi o'tib ketdi, zarba berdi, faqat to'p unga yetkazib berilayotganda o'yindan tashqari yakunlanadi. O'yin haroratdan kelib chiqdi. Agar qaynoq ruhda o'tayotgan uchrashuv bo'lsa, hozir jang boshlanib ketgan bo'lardi. Yuqoridan to'p yetkazib berilyapti. Himoyadagi xato, bundan foydalangan qo'qonliklar raqib darvozasiga ikkinchi to'pni uryapti. Paxtakor jamoasi menimcha bu yilgi mavsumda rasmiy o'yinlarning birontasida o'z darvozasidan ketma-ket ikkita gol o'tkazib yubormagan bo'lsa kerak. Osiyo Chempionlar Ligasida ham jamoa ketma-ket o'z darvozasidan ikkita gol o'tkazib 0-2 hisobida boy berayotgan daqiqalarni o'tkazmagan, lekin Qo'qonga qarshi uchrashuvda Superligada 14-o'rinda qolib ketayotgan jamoa bilan o'yinda ular ana shunday tarzda mag'lub bo'lishyapti. Temur Usmonov himoyadagi xatodan foydalanib ketdi. Yana kim xato qildi? Sherzod A'zamov xato qildi. Aziz To'xtaboyev Qo'qon jamoasini tayyorlagan bu uchrashuvga. Bu Liga Kubogi endi o'yinning umumiy ko'rinishini kuzatib boryapsiz. Umumiy kartinasi haqida tasavvur ligasi mana uchrashuvni tomosha qilib borayotgan bo'lsangiz, endi futbolchilarning yondashuv munosabati hammasi haqida gaplashdik. Xullas, qo'qonliklar ikkita gol urdimi? Bu uchrashuvga yuqori darajada tayyorgarlik ko'rgan. G'alabaga munosib o'ynashyapti. Xolmuhamedov, Oybek Rustamov. Oybek o'ng qanot himoyachisi, chap tarafda bu jamoada o'z vaqtida Paxtakor jamoasidagi faoliyati bilan muxlislarga yaxshi tanish bo'lgan Aleksandr Merzekov harakat qiladi. Darvozabon to'pni markazga qaytarib berdi. Markazda Xolmuhamedov bilan Milic to'p surayotgan bo'lsa, Avazxon Mamatxo'jayev bilan Temur Usmonovlar. Temur Usmonov hujum orqali harakat qilmoqda. Aslida futbolchi qadrli futbol ishqibozlari hisob 0-3. Bunaqasi endi bu
kamdan kam bo'ladi. Golni juda ham chiroyli tarzda ijro etilganligi bir tomon, Paxtakor tabloga qarasangiz 0-3 hisobida boy berayotganligi bir tomon, Arveladzeni suv ichayotganligi bir tomon, asabiylashganligini ko'rsatmaslikka urinayotganligi bir tomon. Paxtakor hujum uyushtirayotgandi. Bo'lmasa gol bo'ldi. Maydonni boshqa bir tarafidan turib darvozaga to'p kiritilyapti. Murod Xolimuhamedov. Endi markazdan ham menimcha O'siyali maydonchasiga necha metrlar, bir 10-15 metrlar markazdan uzoqroqda joylashgandi. Darvozabonni biroz oldinlab chiqib ketganligini ko'rdi va to'pni darvoza tomon tepishga qaror qildi. Liga Kubogida Superliganing 14 ta jamoasi va Pro Liganing A guruhida qatnashadigan G'uzorning Sho'rtan va Muborakning Mash'al jamoalari qatnashmoqda. 16 ta jamoa 4 ta guruhga bo'linganligi va guruhlarda qaysi jamoalar quraga ko'ra bir-biriga raqib bo'lganligi haqida ham birinchi taymda aytib o'tdik. Reglamentga muvofiq ko'rdingiz-a? Qizilmi? Ikkinchi sariq. Ha, qizil. Endi aytmoqchi edim. Bunday qo'pollik uchun qizil sariq berish kerak deb. Sarig'i bor. O'ziga sabab bo'ladigan holat emas menimcha. Qo'pollik muxlislar ham hakamga hozir qarshi chiqishmagan bo'lsa kerak. Chunki tabloga qarashadi ular. Tabloda 0-3 porlayapti. 0-4 ga yaqinlashyapti jamoa. Va 0-4 Suhrob Berdiyev. Qo'qondan kelgan futbol muxlislariga minnatdorchilik bildirib alqishlab qo'ydi ularni. Hujumchi 0-4. Liga Kubogi. Hatto o'rtoqlik o'yinlarida ham Qo'qon 1912 jamoasi Paxtakorni bu kabi katta hisobda yengmagan bo'lsa kerak. Suhrob Berdiyev ikkinchi taymda ham gol urdi baribir Qo'qon. Hujum qanday rivojlanganligini yana bir marta kuzating. Himoyadagilar himoya parchalanib ketdi. Oddiy qilib aytganda. Himoyani parchalaganlar Suhrob Berdiyev gol uryapti. Raqibni aldab o'tib, o'zi uchun yaxshi sharoit yaratib, keyin to'pni darvozaga yo'llayapti. Ungacha esa zaxiradan maydonga tushgan Behruz Sa'dullayev yaxshi yurishni amalga oshirib, o'ng tarafdan jarima maydonchasiga olib kirgan. 90-dakikada hisobni 0-4 ko'rinishini oldi. Menimcha mana shu uchrashuvdan keyin turli futbol saytlarida, ommaviy axborot vositalarida oxirgi marta Paxtakor 0-4 hisobida kimga boy berganligi haqida statistik ma'lumotlar taqdim etiladi. Eslab ko'ring-chi. Bunday ma'lumot hozir sizda bo'lmasa, eslab ko'ring, qachon so'nggi bor Paxtakor rasmiy o'yinlarda 0-4 hisobida yutqazgan. Men eslay olmayman jamoani. Sherzod A'zamov ham eslay olmaydi, shuning uchun to'pni tepib yubordi. Hakam esa o'z ishini qiladi. Jasur Muxtorov hozir mana shu jahl qilib to'pni tepib yuborgan, avvaliga qoida buzgan futbolchiga sariq kartochka ko'rsatdi. So'nggi bor qachon 0-4 hisobda yutqazgan Paxtakor? Endi jamoani bir marta kuchsizlanish davri bo'lganda, eslaysizmi? 2000-yillar atrofida Do'stlik jamoasi, Toshkent viloyati vakillik Do'stlik jamoasi o'sha mana shu stadionda 1-5 ga Paxtakor Do'stlikka boy berganligini eslayman. Ana shu mag'lubiyatlardan keyin Paxtakor jamoasi o'zi terma jamoa bazasi sifatida shakllantirilgan. Bir yil Paxtakor juda nursiz o'ynagan.
Qadrli futbol ishqibozlari, bu chempionat doirasidagi o'yin emas, bu O'zbekiston Ligi Kubogidagi birinchi tur bahsi edi. O'zbekiston milliy terma jamoasiga asosiy futbolchilarini qo'yib yuborgan Paxtakor Qo'qon 1912 jamoasiga 0-4 hisobda imkoniyatni boy beryapti. Bu futbol, unda har qanday natija bo'ladi va Shotar Viladiyga qoyil. Jamoani har bir a'zosini, murabbiylar shtabidagi mutaxassislarni, hamkasblarini borib g'alaba bilan tabrikladi. Qadrli futbol